Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 8 yanvar kuni Twitterda uchur yo'llab, Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishga Amerika rahbarlik qilmoqchi dunyoda hech kimning rahbarlik qilmaydiganligini bildirgan. Mike Pompeo uchurida buningga agar biz rahbarlik qilmasak, boshqa hech kim rahbarlik qilmaydi. Xitoydagi Uyg'ur musulmonlarining taqdiri Amerika so'zlashga boshlamaguncha xalqaroning kun tartibida yo'q edi degan. Mike Pompeo Amerika Tashqi ishlar ministri vazifasini o'tagan 2 yil jarayonida Uyg'ur masalasiga eng aktiv ko'ngil bilgan Amerika hukumat amaldorlarining biri bo'lgan. U yaqinda Tashqi ishlar ministrligi amaldorlariga Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib borganligini baholash to'g'risida yo'l yo'riq bergan. Mike Pompeo Twitter'dagi uchurida bugun kishilik huquq dafsandichiligining asrlik deg'i Xitoyning g'arbida yuz berayotganligi, Amerikaning bo'lsa Xitoy kompartiyasining kishilik huquq vahshiyligini javobgarlikka tortishdagi yer shari safarbarlik harakatiga rahbarlik qilganligi, Kompartiya amaldorlariga embargo yurgizib, ta'minot zanjiridagi xavf to'g'risida savdo maslahati berganligi va majburiy emgak bilan yasalgan buyumlarni cheklaganligini aytgan. U yana Xitoy doiralarini Xitoyda nohaq qamalgan tutqunlarni qo'yib berishga davomli chaqiradiganligini bildirgan. Mike Pompeoning ta'kidlashicha, u Xitoyning bu yil yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining diniy erkinlikka alohida andish qo'zg'aydigan davlatlar tizimligiga kirgizgan. Pompeo mundaq deydi: "Fakt shuki, dunyo nufusining 80% diniy cheklama ichida yashaydi. Men bu yil Xitoy, Iran, shuningdek Nigeriyani o'z ichiga olgan 9 davlatni alohida andisha qo'zg'aydigan davlatlar deb bekitdim." Mike Pompeoning yuqorqi bayonlari chet ellardagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga va qo'llashiga erishdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan qilgan so'zida 2020-yildan buyon Amerika Avam palatasi bilan Kengash palatasining, shundaqla Amerika hukumatining Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'g'dash yo'lida olgan tarixiy qarorlarining butun g'arb demokratik ellarga bevosita ta'sir ko'rsatganligini, bo'libmi Mike Pompeo apandimning Uyg'urlar masalasini har fursatda va har munbarda izchil ta'kidlash orqali Amerikada, hatto butun dunyoda Uyg'urlarning qo'llash harakatining eng asosli boshlamchisiga aylanganligini. Bu sababdan Mike Pompeo apandimning butun Sharq Turkiston xalqining eng cho'nqur hurmati va sevgisiga erishgan shaxslarning biriga aylanganligini ta'kidladi. Dünya Uyghur Qurultayining boshlamchiligida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri tarkibidagi 70 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti o'tgan yil 25 dekabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandimga birlashma imzoliq maktub yo'llab, Donald Trump hukumatining Uyg'urlar masalasida ko'rsatib kelgan zo'r tirishchanligiga va bu vaqtda olgan jasur qarorlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildirgan edi. Angliya matbuotlarida Angliya hukumatining Sharq Turkistondagi lagerlarda Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali ishlab chiqarilgan Xitoy mahsulotlarini import qilishni cheklashga jiddiy hozirlik qilayotganligi bayon qilindi. Angliyadagi Quyosh muhofazachi gazetlarining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab bu hafta ichida Angliya parlament a'zolariga o'zlarining bu jihatdagi planini e'lon qildi ekan. Xabarda hukumatning plani yana bostirishga ishlatiladigan asboblar va texnologiyaning eksport qilinishiga texmo qattiq qonuniy cheklamalarni qo'yishni o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning qayd qilishicha, agar Angliya Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklasa, bu Xitoyni texmo qattiq sarosimaga soladi ekan. Angliya bo'lsa Yevropa davlatlari ichida Uyg'urlar masalasida Xitoyni eng qattiq ayblab kelayotgan davlatlarning biridan iborat. Angliyaning eng chong xalqaro kiyim-kechak shirkatlaridan biri bo'lgan Marks Spencer har yili 40 ming tonna paxta sotib oladigan shirkat bo'lib, yaqinda bu shirkat Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetishliqi bo'lgan mol ta'minlovchi shirkatlar bilan aloqasini uzib, paxtadan kiyimgacha bo'lgan barliq mahsulotni cheklaydiganligini rasmiy jakarlagan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim Angliyadagi Marks Spencer shirkatining Yahudilar qurgan cho'ng shirkat ekanligini va bu shirkatlarning majburiy emgakka munosabatli Xitoy korxonalari bilan savdo qilishni to'xtatganligining tasaddiqliq emasligini, balki buning irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan Yahudilarning bugungi kunda Uyg'urlarga cho'nqur hissdoshlik qilayotganligi va yordam qilayotganligining bir ifodasi ekanligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 11 yanvar kuni Amerika ovozi radiosida so'zlagan nutqida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining xizmatiga intayin yuqori baho berdi. U Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining xizmati jasorat talab qiladi deb ko'rsatdi. U mundaq dedi: "Men bu yerdagi boshqa radiolarga hurmatimni bildiraman. Dunyodagi Uyg'ur tilida beriladigan birdan-bir anglatish Erkin Osiyo radiosining qarmog'ida tarqatiladi.
Sizlar anglashni xohlaydigan barliq kishilarga Xitoy Kompartiyasining Xinjiangda o'z fuqarolariga qarshi sodir qilayotgan vahshiyliklarni anglatdinglar. Albatta bu haqiqatni, bu asrning yuziga tushgan dog'ni anglashni xohlamaydiganlarmi bo'ldi. Xitoy Kompartiyasi Erkin Osiyo radiosining oz deganda 6 nafar muxbirining oila tavobatlarini Xinjiangdagi lagerlarga qamab, tahdid solgan va tahdid silishni davomlashtirib kelgan bo'lsa-mu, biroq sizlar o'z xizmatinglarni davomlashtirib keldinglar. Xizmatinglar jasorat talab qiladi. Pompeo Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining xizmatini muayyanlashtirish bilan bir vaqtda Amerika ovozi radiosining Xitoydan xizmatchilarni ko'plab qabul qilganligini, bir mazgil o'zining vazifasini unutib, xabarlarning Amerikaning kamchiliklariga markazlashib qolganligini tanqidlash bilan birga, sizlarning vazifanglar dunyoda demokratiya, erkinlik va Amerika qimmat qarashini olg'a surishdir deb ko'rsatdi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi bo'lsa Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini dunyo jamoatchiligiga dalil isbotlar bilan fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelmoqda. Amerika iqtisodshunos jurnalining xabar qilishicha, o'tgan yili 9-oyda Amerika Avom palatasi tarafidan ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasi bu yil 3-oylarda Amerika Davlat Majlisida ikki partiya tarafidan qaytadan muzokaraga qo'yilib, rasmiy qonunlashtirildi ekan. Bu qonun bo'yicha bo'lganda Sharq Turkistondan kelgan mahsulotlarning hammasi majburiy emgakka chetishlik degan faraz bilan chegirda tutib qilinadi ekan. Agar shirkatlar bu mahsulotlarning majburiy emgak bilan chetishligi yo'qligi haqida isbot beralisa, ondan Amerikaga kirgiziladi ekan. O'tgan yili Amerika Davlat Majlisida o'ttirg'a qo'yilgan bu qonun Amerikadagi cho'ng tipdagi kiyim-kechak korxonalarining g'ulg'ulasiga sabab bo'lgan bo'lib, ular bu qonunni 1 yil kechiktirib ijro qilishni talab qilgan. Amerika Avom palatasi o'tgan yil 9-oyda bu qonunni ma'qullagan bo'lsa-mu, Kengash palatasidan o'tmagan bo'lib, yangi navbatlik Davlat Majlisida qayta o'ttirg'a qo'yildi ekan. Bu qonunning ma'qullanishiga umid bilan qaraydiganlar Joe Biden hukumatining bu qonunni ma'qullashi va ijro qilishiga ishonadi ekan. Amerika iqtisodshunos jurnalida 7-dekabr e'lon qilingan Amerika Davlat Majlisi Uyg'urlardagi majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarni cheklash qadamini tezlatib nomli maqolada bildirishicha, Sharq Turkistondan chiqadigan paxta butun dunyodagi paxta mahsulotining 20%ni egallaydi ekan. Nike, Adidas shirkatlari ishlab chiqargan paypoq yoki oyog'ining tarkibidagi paxtaning Sharq Turkistondan kelganligini ximiyalik tekshirish orqali isbotlag'ili bo'ladi ekan. Sharq Turkistondagi to'qimachilik mahsulotlari va buningga munosabatli boshqa mahsulotlarning Uyg'urlarni majburiy emgak silish bilan chetishlik ekanligi ko'plab isbotlanayotgan bo'lib, Trump hukumati buningga tadbir qo'llanib, Sharq Turkistondan import qilinadigan bir qism mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan edi. Kelgusi bir qancha oyda Davlat Majlisi Amerika tamojnasidagi amaldorlarga texmo cho'ng huquq berishi, boshqa davlatlarmi Amerikaning bu usulidan o'rnak olishi mumkin ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, garchi majburiy emgakka munosabatli isbotlar shuncha oshkorlangan bo'lsa-mu, afsuski Sharq Turkistondan mol eksport qilish to'xtab qolmagan. 2019-yili Sharq Turkistondan eksport qilingan mollarning umumiy summasi 17 milliard 500 million dollarga yetgan bo'lib, 2017-yildagi saviya bilan asosan tenglashidi ekan. Buning ichida Amerikaga eksport qilingan mollarning umumiy summasi 3 milliard dollarga yetgan. Sharq Turkistondan chiqadigan paxtadan boshqa yana pomidor, qiyomiy va pan texnika mahsulotlariga ishlatiladigan kam uchraydigan metallarni dunyo bozorining xeyli yuqori nisbatini egallaydi ekan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonu dairələri 11 yanvar bayonot e'lon qilib, Uyghur ayollarini majburiy tug'mas qilganligini inkor qilgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, atalmış Uyghur Abdunum rayonlik hukumatning muavin bayonotchisi Shu Guishang taratqularga so'z qilib, tug'ut kontrol qilish qarorini shaxslarning o'z irodasi bilan berganligini, uningga har qanday bir tashkilot yoki shaxsning aralashmaganligini ilgari surgan. Birlashma agentligining bildirishicha, Shu Guishang Uyg'ur nopsining boshqa millatlardan jiq ko'payayotganligi, Uyg'ur ayollarga majburiy uzuk soldirdi yoki bola tushirishga majburladi deyishning texmo yomon g'arazlik ekanligini ta'kidlagan. Biroq u millionlagan Uyg'urning lagerlarga qamalishi, Xitoy korxonalarida majburiy emgakka selinishining Uyg'ur nopsiga ko'rsatgan ta'sirini tilga olmagan. O'tgan yili Germaniyalik tadqiqotchi doktor Aldiran Zins Xitoyning hukumat hujjatlariga asosan dokulat e'lon qilib, Uyg'ur nopsining 2017-yildan beri shiddatli ozayib ketganligi, Xitoy doiralarining Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilayotganligini oshkorlagan. Bu dokulat dunyoda qattiq qo'zg'olon qo'zg'ab, buning irqiy qirg'inchilikqa kiradiganligi ilgari surilgan. Xitoy hukumati buningga qarshi dokulat e'lon qilib, Uyg'ur nopsining ozayib ketganligini inkor qilgan. Bo'libmi Xitoyning Washingtondagi elchixonasining Twitterda uchur yo'llab, Uyg'ur ayollarining bola tug'ish mashinasi bo'lishdan xoli bo'lganligini ilgari surishi xalqaro texmo qattiq qo'zg'olon qo'zg'agan.
Xitoy elchixonasining bu uchurdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Twitterda buningga darhol inkos qaytarib, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan shovinizmi va irqchiligining cheki yo'q. Biz Xitoyning qilayotganini amaliyotda nima bo'lsa uni shu bo'yicha atayli. U bo'lsa majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish, nahaq turmaga so'lash va qiynash orqali bir madaniyatni yo'qotishdan iborat deb ko'rsatgan. Twitter şirketi ommadan kelgan jiddiy norozilik va shikoyatlarga asosan Xitoy elchixonasining Twitterda yo'llagan yuqorqi uchurini o'chirishga majbur bo'lgan edi. O'tgan yili qurilib butun dunyo miqyosida faoliyat boshlagan Uyg'urlarni majburiy emgak silishni oyoqlashtirish birlashmasi Uyg'urlar duch kelgan zamonaviy qulluq masalasini tugutish uchun aktiv rol o'ynayotgan xalqaro tashkilotlar birligi bo'lib, navbatda 300 dan ortiq kishilik huquq va ommaviy tashkilotlar buningga qitilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi boshchiligidagi Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiridagi 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotimi Uyg'urlarni majburiy emgak silishni oyoqlashtirish birlashmasining tarkibida o'rin olgan bo'lib, bu tashkilotning tor betida bildirishicha, butun dunyoda setilayotgan paxta mahsulotlarining 5 dan 1 qismi Uyg'urlarni majburiy emgak silish bilan chetishliq ishgan. Dağınlıq markalar ve savdo şirketleri Şarkı Türkistan'dan çıkan paxta mahsulotlarini setevilishdan to'xtamaguncha iste'molchilarmi bu mallarni setevilishdan to'xtamaydi ekan. Har qanday shirkat Uyg'urlarni majburiy emgak silish jinoyati bilan aloqasini o'ziman desa, Uyg'urlarni majburiy emgak silishni oyoqlashtirish birlashmasining chaqiriqiga ovoz qo'shsa bo'ladi ekan. Bu birdan-bir unumli yo'l ishkan. Mazkur birlashmaning chaqiriqiga imzo qo'yish orqali har qaysi shirkatlar uchur bilan ta'minlashga va'da beradi ekan. Mazkur birlashma buningga asosan u shirkatlarning o'z va'dasiga amal qilgan yoki qilmaganligini tekshirib dalillab tura oladi ekan. Uyg'urlarni majburiy emgak silishni oyoqlashtirish birlashmasining chaqiriqiga eng burun ovoz qo'shgan shirkatlarning biri Amerika kiyim-kechak shirkati va kiyim markasi Allen Fisher bo'lib, undan boshqa yaqinda yana Angliyaning eng chong xalqaro kiyim-kechak shirkatlaridan biri bo'lgan Marcus Spinkermi mazkur birlashmaga ovoz qo'shadiganligini jakarlagan edi. Lager qurbonlari oil tavobatlarining izdirikini ilish uchun Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik faoliyati qilayotgan Uyg'urlarni qo'llash uchun Turkiyadagi har qaysi partiya rahbarlari, ommaviy tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari orqa-orqadan ularning yeniga kelib hol so'ramoqda. Bu Uyg'ur yoshlarning norozilik faoliyatiga diqqat qilayotgan axborot vositalarimi kun sayin ko'paymoqda. Oila a'zolari Xitoy turmalariga yoki yig'ilish lagerlariga so'langan Turkiyadagi Uyg'urlar 10 necha kundan buyon izchil holda Istanbul Sarayerdagi Xitoy konsulxonasidan oilalari haqida aniq izohat berishni talab qilmoqda. Qo'llarida ota-ona, urug' tuqqan, shundaqla lagerlarda begunoh tutib turilayotgan Uyg'ur sarxillarining foto suratlarini ko'targan holda Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida turayotgan Uyg'ur yoshlarining faoliyati Turkiyadagi har qaysi partiyalarning va axborot vositalarining diqqatini qo'zg'amoqda. Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ apandi, partiyasining Istanbuldagi mas'uli Satuq Bora Qovuncu apandi, Saadet partiyasining Istanbuldagi mas'uli Ömer Faruk Yazıcı apandi hamda tonilgan jurnalistlar, diniy jamoatlarning arboblari va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari Xitoy konsulxonasining oldidagi faoliyatga qatnashib, o'zlarining lager qurbonlarining faoliyatlarini qo'llaydiganligini bildirishmoqda. Ondan boshqa yana Turkiyada faoliyat ilib berayotgan har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimi orqa-orqadan namoyish maydoniga kelib, bu jasur namoyishchilarimizga madad berib kelmoqda. Bu jarayonda Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimmi ba'zi namoyishchilarimizga bevosita telefon qilib, ulardan hol so'ragan. Shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultiyining bosh taftishi Oblikim Idris, Qurultay Xitoy ishlari komitetining raisi Ilshod Hasan Ko'kböra, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim qatorliqlar Istanbuldagi bu yoshlarimizning norozilik harakatiga ovoz qo'shish maqsadida Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi oldida o'xshash mazmunda norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.